Sodalar boladı. Uşullar soda oldu okşayt Bayke. Bayke, qaysi satıldı uşul bu? Qarağı qanchaga ketdi? 33 mingga. Bu qo'y bu? Ekitiş 33 mingga mana. Maşallah. Buyursun alğanга, satqanга. 33 mingga ketdi. Assalomu alaykum Doni KG kanalımızın görücüleri. Salamatsızlarmı? 26-iyul 2026-yıl. Uşu жерде de soda boladı okşayt. Uşunu qanchaga aldın tuğan? Basın. 42.500. Tişiçi? 4 tiş. Buyursun. 42.500. Mana tişini ko'rsatib qo'ychi. Mana 4 tiş ekan. Buga qo'chqor qo'yilgan qo'yilakpi? Ya, taza. Yaxshi qo'chqor qo'ysangiz buyursa qo'zalat kes. Mana bağlары shunday alıngan bağlar. Tuganda bu bazarning içindeki bağlar. Mana soda bo'lyapti. Uşular soda bo'lyapti. Qanchadan berib atasiz? 600'mi? 2,5. Her birine 30 düğüne mi? 32.500'den beri attı. Tuganda kozlar mı bunlar? Kozlar eken ne? Kana ayke ötkete mu satıldı. Artından göstereyim ne? Ala atkanların buna uşular eken. Özbekistan'dan gelgen tugandar alıp attı buna. 32.500'dan uşularga berdi. Oyunuz kança bayke? 34 mü? 34 yaxşı ekan. Biraz qo'shib alg'ila tuganlar mana. 34 mingdan surayapti reis. O qo'chqorni qarangizlar tuganlar. Voy, inshaalloh. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Qo'chqor qancha qo'chqor? 5.000 dollar. Ha, liniyasi qaysi? Karabil deydi. Buna razrez. Beli nechayin bu? Tishi-chi, tishi. 2 tish bu shul. Oo, yosh ekanda 2 tish. Buningіз qancha? 3.000 dollar deydi bunu. 7 aylık qo'z ekan. Ha, rahmat. Ha, so'qiliqda kuchli bo'ladi. Assalomu alaykum. Qo'chqorlaringiz qanchadan? 120 ming so'm. Tishlarni aytmoqchi? 4 yaş. 4 yaş? 4 yaş deydi. Mana bu savdo bo'lyapti. Ne? Jön 90'dan çıkıyor. Qanchadan? 40 ming so'mdan ekan üçöv, he? 40 so'm. Qaradan? İşte yaxshimi? Yaxshi o'zi qanday? Yaxshi. Ko'rinmaysiz-ku? Juda o'shadingiz. O yaxshi-kena? Yiriklar ekan. Yiriklar, ha, yiriklar ekan. Semiz ekan anda. Yaxshi. Semiz ekan qimmat ekan deb qo'ydi. Sog'dan ardı versin. Mana. Ha? Jiringizda dag'i. Ul aldingizmi? Satma. Qancha? 25 ming. 25 ming. Mana. Qo'yish 25 ming. Yaxshi. O iki qo'y. Qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Bası. 80 beradi. Tişlerichi? Yangi 2 tish. Jangi 2 tish ekan. Yosh 85 ming so'mdan, he? Mo'chi bu? Qancha tish? Ha, yoshi birday ekan-da. Mana. 1 oy bo'ldi, 2 tish bo'ldi. 2 tish bo'lganda 1 oy bo'ldi. Telefon aytib qo'ymaysizmi? 0505 25 91 00 deydi. Liniyasi bor deydi. Qo'chqor qo'yishlarlikmi? Yemi qo'shiladi. O'sha sezon qachon? Avgustdami? Sentyabrda. Boshi bo'lish kerak. Oktyabrning boshida qo'shavi. Biroq har kim har qanday qo'shaveradi. Ha, ma'qul, savdangiz bo'lsin. Qo'chqor qancha qo'chqor? 3,5 dollar so'radim. 3,5 dollar deydi. Liniyasi-chi? Vavanın içinde neveresi. Vavanın içinde neveresi deydi. Kim ayken korosuna çıkan. Qaysi ekan? Ağorda kim ayken. Ag'ordadan bu? Kimal ekandan chiqibdi. Mana. O'tib ketayin. Tug'an. O, bunday ekan. Telefonini aytib qo'y. 0707 0707 02 qancha? 02 28 28 10 ha? 10 deydi. Qo'chqorlar dag'i bor ekan. Qanchadan qo'chqorlar? 6,5. 6,5 ming dollarda bular. Mana. Hava. 6,5 ming deydi. Kechagilar o bular? Hayradan çıkar. Hayradan chiqaramiz, o. Nomerni aytib qo'yingizlar. Nomeri yaxshi. Aytingiz, qana? 3,000 dollar. Bu 3,000 dollar. Tishlari-chi? Qo'zi tishlar. Bular bit qo'zi tishlari ekan, mana. Bu tishlardi 2 tish. 2 tish. 4,000 dollar. 4,000 dollar deydi. Kulak bana bulursun. Ha. Bu 6,5 dollar. Bu 6,5 ming. Liniyalarni aytib qo'ysangmi? Gelmez. O bir Germes. atadan var. Bir atadan. Germes deydi. Gelmezsin bu muhtarı. Ha, Germes ne verirler ekan-da? Yaxshi. Telefonni aytingiz. Nima uchun ular? Vardı ait koyuyor. Ha, aytib qo'ying.
Mana. 1,5 bu 2. Bu 2 yaş, he? Yoba. Yoba deydi liniya, 1,5. Yobanın baldары deydi. Liniyani yaxshi tushunganlar biladi. Qana telefonda aytыңыз. 76 bilen 0776 05 05 30 30 79. 79. Dostavka qilib berasizmi? Dostavka qilib beradi ekan, mana. Qo'chqorlar. Qancha oldi shu qo'chqor? Bayka? Bayka, qancha? Satıldı deydi. Qanchaga o'sha ketgan bani aytыңыз? 30 ga deydi. Mana. O kuyruğu moş degan mana. Soda bo'ldi. 30 mingga oldi. Tishichi? Qo'zi u. Ha, qilayman. Do'stlar. Hoppa. 30 ga deydi, alındı. O ek qo'y qancha ek qo'y? Qancha qo'ylar? 160 to'g'ri. 160 ming so'm. Tishlarichi? 4 tish. 4 tish ekan. Boy 90 plus. 90 plus deydi. Liniyalar var, he? Stari. Starый tipni, he? Stara tipni deybi. Başlarına ko'rsatib o'lchaymi. Telefon tartishlar qiyin bo'lyapti bunday. Qarangizlar. Quloqlar deymi? Ha. Telefon aytib qo'ysangiz bo'ladi nomer. 709 0709 315 315 438. 438. Mana. Qimiz mı bu? Jarma o. Çalap. Çalap qancha ekan? 100 so'mdan 1 litr, he? Yaxshi. Satıldı bu. Satıldı ekan. Qani uy bozor jaqadagi qo'chqorlar ko'payib ketib turibdi. Mana. Qo'chqor sezon naq boshlanyapti. Mana 3 qo'chqor bor ekan bu yerda. Ko'ringizlar. Ha. Qo'chqorlar kimniki? Bayka qandaysiz? Tishlari qanday bularning? Bayka. Aytыңыз. 2 tish, 4 tish. Baholarichi? 250 ming so'mdan. Liniyalari qaysi? Blondin deydi. Mana. Buyruqlarini ko'ringizlar do'stlar. Shunday qo'chqorlardan izlagan bir tuğanlar bo'lsa, biz nomerini olib beraylik. Nomeringizni aytasizmi aka? Online, je bozordan ele sotasizmi? 555 0555 488 488 625. 625. Mana qo'chqorlar 3 bosh ekan. Bu qo'ylaringiz qanchadan? Oylar 40 mingdan. 40 mingdan, he? Tishlarichi aka? 6 tishdan. 6 tishlar. Shularni qanchadan berib edingiz bugun? Soda oldu-ku. 30'dan beri. 30'dan berib edingizmi? Sodangizni bersin aka. Buyursa yaxshi sotib ketingiz. Mana 30 mingdan berilib beribdi. 40 mingdan so'rab o'tadi ekan. Mana navesning ichine kiraylikchi. Cho'da o'sib ketdik-ku. Mana qo'chqorlar dag'i bor ekan. Qo'chqorlaring qanchadan? Bağlar. 5 ise. Qaysi? Hazır, no. Çabuk Hazır. Qancha verdingiz o'shaga? Ya. Qancha verdingiz? 29. Göz kaça bu? Qo'chqor ekan, ha? Yirik 29 berdi. Qanaqa qo'ylaringiz? Qaysi? Alaykum. Mo'g'u. Qanchadan bu? Qo'zlarmi, qo'ylar bu? Kozlar. Jang 2 tish. Urg'achi-mi? Mana, jang 2 tish to'qtilar ekan-da. Qanchadan? 42 ming so'mdan bu. Uyda dag'i var. Mana 42 ming so'mdan so'radi. Telefonini aytib qo'yaver. 0559 41 44 79 deydi. Mana tish jang buzyapti, ha? Qaravoltada mana tishini ko'rsatib qo'ychi. Bo'ldi, mana tishlarni buzib boshlabdi. Emi, dag'i chiqarar ekan. Ma'qul, Qaraboltada ekan. Chalsizlar. Alam deganlar bo'lsa. Mo qara qo'ylarni ko'rsataychi. Aka, qandaysiz aka? Bugun qara qo'ylarni olib keldingizmi? Sizniki emasmi? Ha. Sizniki mo'g'u. Qancha? 2000 dollar mana. Liniyasi bor, ha? Skulski Titanik deydi, yaxshi. Ma'qul. Qani? Arasanlar içinde ko'p bu yerda. Mo'g'lar qanchadan ekan qo'ylar? Aka, qo'y qancha? Sizniki emas, ha? Bizniki emas. Deydi. Qo'chqorlar qanchadan qo'chqorlar? Bu yoqda hechida yo'q aytib. Mo'g'u qo'ylar kimniki bayka? Siznikimi? Bilmayman. Bilmaganda buni tartmaymiz, yo'qda. Qo'chqor qancha? Qo'chqor 130. Tishichi? 2 tishdan 4 tishga ham o'tadi. 2 tishdan 4 tishga ham o'tyapti mana. Ko'krakdan qaramizlar. 130 deydi. Ha, bu yerda dag'i bor ekan. Qo'ylar o'xshaydi ular.
Өзүнчө bir öngörü de başkaça eкен. Olar da var eкен. Oho. Күчтүүлөрдөн алам десеңиздер, базардан келип тандап алсаңыздар деле болот экен. Бааларын сурап, содалашып, сурайлычы. Байке, кандайсыз? Койлорбу? Баалары канчадан болот? Kuruka $2.000. $2000. Линиялары бар. Linyaları var. Тиштеричи булардын? Koz işten. Козу тишти. 6'ga çek. 6га чейин экен, э? $2000. Ар биреби ошондо? Kuruka da Дүңүнө, э? Дүңүнө. Дүңүнө $2000 сурап атат байке. bir yanında hoş. Бул да сиздикиби? Ого, мына. Бир өңдүү экен, э, булар? Тиштеричи булардын? Tek işte bir koç koy. Бир кочконун кыздары. Эки тиштер, кочорго даяр. Koçkoruğa da ya. Бааларычы? Bunlar bile kuruka 2.000. 2000'den, э? Эми интернеттен көрүп аткандар болсо, баягы чынында алам дегендер болсо, э? Телефон айтып коңчу. 509 0509 08 08 07 07 88. Mo экоочу. Alek o 4.000. 4000'den? Maşallah, göz тийбесин. Линиялары бар, э? Бар, доставка кылып бересиз. Hem salıyoruz. Алам дегендер болсо, акчасын которсо мисалы, э? Сүйлөшөсүздөр, макул, ийгилик. Мына ушундай, ушу менен видеону жыйынтпайбыз туугандар. Сак саламатта туруңуздар. Колдон келишинче көргөзүп бердик. Кайсыларды? Тартып келатамбы? Номерлерине чейин алдын. Ушундай базар сокулук. Чынында сапат күчтүү бул жердечи. Акчаң болсо каалаган нерсеңи аласың. Реклама үчүн номерлер 0707 388 350. Кайрылуу кылсаңыздар болот. WhatsApp жазыңыздар. WhatsApp. Козлар канчадан козлар? Уктап атат. Жигит түндө келген окшойт да. Уктап атат. Гигант койлор да бар бу жакта. Достор.